Alaykum aziz mana biz juda ham chiroyli manzara bo'lgan joyga keldik. Bet Olmalisoy ekan mana. Masha opamizdan so'radik, hozir Olmalisoy bet dedi. Ko'rib turganlaringiz uylarni ko'ryapsizlarmi? Juda ham ajoyib joylashgan. Havo вообще boshqacha. Bu havo quyosh issiqligiga qaramasdan, lekin mizday shamol kelyapti-da, mazza qilib yuborasiz-da. Betda ham uchoq bor, ko'raysizlarmi? Ajoyib. Kim mana shu qishloqlardan? Olmalisoyliklar bormi? Bitta poddeshga like, podpiska bo'lib qo'yamiz. Xudo xolasa, fasadni plitkaga joy ko'rgan kelyapmiz. Fasadni plitkaga zakaz qilgan bir odam. Shuni ko'rib, joyini ko'ramiz. Agar fasadni plitka urib bo'layotgan bo'lsa, fasadni plitka uramiz. Gipki kamin bo'layotgan bo'lsa, gipki kamin. Xudo xolasa, yana bir joylarni ham ko'rsatamiz. Olmalisoyliklar bormi? Mana manzara ajoyib, lekin tog'ni qarang, tog'ni bag'rida shundaqasiga juda ham ajoyib joylashibdi. Qarang. Bu yerda granitsa degan narsa yo'q. Tab uyni solasida to'pini otasiz, ketdi. Qayergacha tushsa, tamom sizniki. Ajoyib. Labo legenda. Laboda keldik. Hammaga rahmat. Kuzatishda davom etamiz. Olmalisoyliklar